Bugun O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universitetida huquqni muhofaza qilish sohasidagi oliy ta'lim muassasalari konsorsiumini tashkil etishga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tadi. Mazkur tadbir huquqni muhofaza qilish sohasida kadrlar tayyorlash, ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish hamda oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur konsorsiumning tashkil etilishi huquqni muhofaza qilish sohasidagi ta'lim muassasalari o'rtasida tajriba almashish, ilmiy salohiyatni oshirish va zamonaviy bilimlarga ega mutaxassislar tayyorlashga keng imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, mazkur muhim tashabbus sohadagi ta'lim, ilm-fan va amaliyotdagi uyg'unlikni mustahkamlab, ularning integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqishiga ishonamiz.